Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Hammaga xayrli kech. Bugun men uborka qilayotganimga qarasam storieslarga chiqolmayapman. Qo'yibmanman-da, ozgina gaplashib turay. Endi trimoyimga yetib keldim. Hozir atirlarni hammasini tushirib boshqatdan taxlayman. Orzular xaritasiga gapiradigan postingiz qachon chiqadi deb so'rayotganlarga men ertaga diniy qo'mita bilan borib gaplashib, o'shandan keyin inshaalloh chiqazaman. Chunki men haqqim yo'q-ku baribir dindan gapirishga. Ular ko'pi chiqib Qur'ondan, hadislardan misol keltirishyapti-da, ularning ham umuman haqqi yo'q. Va Qur'ondagi oyatlarni orzular xaritasiga eng qiziq umuman aloqasi yo'q-da. Orzu qilishni hech kim taqiqlamaydi. Orzu, niyat, duolarni biz hech qachon to'xtata olmaymiz. Chunki odammiz-ku, qanaqa qilib orzusiz yashash mumkin? Uni iminni devorga yopishtirish haqida gap ketyapti-da bu yerda. O'sha narsani xullas tushuntirib berishim kerak va buni mana shu hafta inshaalloh sizlarga taqdim etishga harakat qilaman. Shuni harakatidaman. Misol uchun men o'zim ham hech qachon duolardan, orzu qilishdan to'xtamaganman-da. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan hayotimda. Men eslayman, mana turmush o'rtog'im bilan konkretni qarorlarga kelib, mana shu hayotim tubdan o'zgarib ketishiga ham o'sha narsa sababchi bo'lgan, ya'ni bitta storiesim. Bu ham Allohning rejasi bo'lganda, hammasi qanaqa desanglar, men shunaqa bir kun bo'lganki, zalda o'tiribman, o'zimning uyimda endi tupikka kirib qolganman. Hamma qarshimdagi eshiklar yopilgan, hayotdan yashashga bir qiziqish yo'q. Shunaqa emotsional yomon holatda bo'lganman, rosa yig'laganman, to'lib ichimdan. Shunda bitta stories qo'yib yuborganman. Sraz yarim soatdan keyin erim yozyaptilar. Hali ham tugamadimi, problemingiz yo'q, tugamadi deb san ko'rishib gaplashib olaylik. Men o'zim tugataman, tugamasa o'zim bilan olib ketaman dedim. Qayerga olib ketasiz deb shu bilan gaplashib ketganmiz. O'zi fevralda gaplashganimiz bo'yicha umuman gaplashmay ketdik. O'shanda yana gaplashib, shu bilan to'ylarimiz bo'lib ketgan. Shu paytgacha meni orzularim amalga oshishida hech qanaqa bir rasm, bir nimalar menga yordam bermaganda, doim nimadir sabablar, qanaqadir umuman boshqa narsalar, kimlar bilandir bo'lgan suhbatlar, cheris nimadir, yo uxlab yotgan joyimda birdan ideya kelib qolib, turib ketib nimadir ish qilib o'shani orqasidan nimadirlar. Mana shunaqada, bu meni nazarimda devorga yopishtirib qo'y, faqat o'shanga qari urish, bu yerdan harakat qilish kerak deydi. Yo'q, siz emotsionalni xohlasangiz, xohlamasangiz rasmga bog'lanib qolasiz. Bo'ldi shu bilanda, bu chegara deb o'ylayman. Bizning tasavvurimiz qanaqa keng. Men to'yim bunaqa bo'ladi deb tasavvur qilmaganman hech qachon. Agar men rasm yopishtirib qo'yib, mana shunaqa bo'ladi deganimda, balkim xuddi shunaqa bo'lardi, lekin meni tasavvurimga sig'maydigan darajada zo'r bo'ldi. Hayotim chiroyli, o'ylaganimdan ham chiroyli. Rasmlar bilan men orzu maqsadlarimga chegara qo'yishni xohlamayman. Qaytanga Allohga havola qilaman.